bunaqa bo'ladigan bo'lsa, inson taqdirini u maynamoqchilik emas-ku. Sud tergov tizimida o'zi bir anaqa bor, navbatchi moddalar qo'yiladi aksariyat holatlarda. Shu navbatchi moddalardan bitta ikkitasini qoldiradi. Uni ham olib tashlasak, ayblov xulosasini tasdiqlagan prokurorga javobgarlik olib keltiriladi. Yo, mana dastlabki tergovni olib borgan tergovchilarga javobgarlik masalasini ko'rish mumkin. Mana sudyalarning ko'pchiligi prokuraturadan qanaqadir qo'rqayotganligi sezilib turiladi. Sud prosesslariga prokuratura vakili deyarli boshida qatnashadi, keyin umuman qatnashmaydi. Bo'lmasam davlat ayblovchisi barcha sudlarda ishtirok etishi kerak. Shu sud tergov jarayonida aniqlangan holatlar bo'yicha guvoh bo'ladimi, ayblanuvchi bo'ladimi, jabrlanuvchi bo'ladimi, shulardan kerakli ko'rsatmalarni olib, shundan keyin kelib chiqib, oxirida sud tergov jarayonida aniqlangan holat bo'yicha o'zini muzokara nutqini bayon qilish kerak-da. Bizda faqatgina tergov jarayonini boshlashda ayblov xulosasini o'qib berish uchun keladi. Bunaqa holatda biz ko'p holda e'tiroz bildiramiz. Nimaga men prokuror bu jinoyat ish bo'lsa, prokuratura vakili kelib tursin desa, u bitta o'zida deydi. 6 ta 7 ta proses bo'lyapti deydi, ulgurmaydi deydi.